Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 24 fevral kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 darajalik, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 18-23 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.